Şu kişinin oğulları shunaqa mansur edi. Ko'chalarda yurardilar. Ne soğuğdu biladi, ne issiqdi biladi. Xudoning bir oshiq bandasiydi bu. Bu halloj degan so'z paxtani u xotinlar chig'iri bo'ladi-yu, paxtani tuyib turib bunaqa qilib aylantirsa, ana o chigitini boshqa, paxtasini boshqa ajratib beradi. Ilgari vaqtida xotinlar ip qilish uchun shunaqa paxtani olib kelardi-da, olib kelib shuni chigitini ajratib, shundan uni chig'irir derdi. O'shandan o'tkazib chigitini ajratish, ana shuni halloji deydi. Shuni qiluvchini arab tilida halloj deydi. Bu kishini laqablari halloj bo'lib qo'yganligiga sabab nima bo'lgan desa, bir do'kondor mo'ysafit bor ekan. Haligi mo'ysafitning do'koniga kelib, u shunaqa boylarni paxtasini olib olar ekanda, shuni chig'iriqdan o'tkazib, haligi chigitini boshqa qilib berar ekan. Endi u davrda zavut yo'q, unaqa yo'q, ijtimo yo'q, qo'l bilan ajratardi u narsalarni. Haligi chol hamisha shunaqa qilib o'tirar ekan. Unga haligi Mansur kelib aytibdi, mana u pulni olganda menga bitta non olib bergin, qornim och debdi. U aytibdiki, oxir meni ishimdan qolaman. U Navoiy juda uzoq, borib kelguncha ancha bu ishim tezlik bilan qilishim keraksa, seni o'rniga men chiqarib turaman, bor. Sen o'sha nonni olib ber debdi. U nonga kelsa, oy paxtalar debdi, chigitlaringni ajratinglar baqa debdi. Hamma paxtadan chigit ajrab chiqqan. Bu Xudoning oshig'i bu. Buni og'izdan chiqqan gapni hamma musahharda bunga da bajarmay qo'ymaydi-da. Haligi mo'ysafin nonni olib kelsa, bu necha kunda buni ajratib bo'lmaydigan chigitni bir nafasda ajratib qo'yibdi. Hayron bo'lib qopti. Bu karomatini ko'rgandan keyin mana debdi, ishingni qilib qo'ydim endi debdi. Nonni olib turib ketaveribdi. Endi ko'chada odamlarga aytar ekan, "O odamlar, men Xudoman" der ekan. "Men Xudoman" der ekan. Meni ichimda Xudo bor der ekan. Buni gapi shariatga to'g'ri kelmaydi. Xalifa davri qozilar, olimlar hukm qilib, kofir bo'ldi, u oborib buni zindonga sol falan qil deb buni oborib nimaga solib qo'ygan. Uni gapini, ta'vilini odamlar bilmagan. U demoqchi bo'ladiki, Xudoning nuri mana bu ichimdan zohir bo'lyapti. Men Xudoni shu yerda ko'ryapman o'zi degan so'z u endi. Buni o'zini Xudo dedi bu. Anal haq dedi. Anal haqni ma'nosi men haqman degan so'zda. Endi shuni undan keyin zindonga olib borib qamadi. Ulamolar o'ldirishga fatvo berdi shuni. Buni gapini haqiqatiga tushunmasdan buni o'ldirish kerak dedi. Haligi zindonga solib qo'ydi. Zindonda o'tirgandan keyin endi buni chaqirib so'roq qilaylik desa, zindonni qarasa, kishanlar, oyoqqa solgan, baylagan kishanlar shunday o'zi yo'q. Zindonning ichida yo'q odam. Qidirib topmadi. Podshoga, xalifaga xabar berishdi, qochib ketibdi. U kishanlarni qanday qilib yechib ketibdi? Shunday kishan joyida turibdi. İstanglar abadi, istanglar qidiringlar deb har 2 kun, 3 kundan keyin haligi qidirib keyin zindonbon kelib aytibki, zindonni o'zi ham yo'q debdi. Zindon ham yo'q, joydan topmaymiz zindonni. İstayli bitta bu odamlar qamaydigan zindon bor edi, bu qayerga ketdi? Hech kim haligini topmaydi. Xalifa hayron bo'lib qoldi. Bu nima degan gap kim bu? 3-4 kundan keyin zindon ham joyida, u kishan ham oyog'ida turibdi, o'tiribdi chetda. Mayda o'tiribdi. Endi
halifani oldiga olib borishibdi buni. So'roq qildi. Avvalgi kuni qochib ketgan ekansan, qaqa boruvding desa, Xudo chaqiruvdi, Xudoning oldiga ketuvding dedi. O gapni qaranglar. O ikkinchi kuni zindon ham yo'q edi desa, Xudo men oldimga keluvdi dedi. Sizlar debdi, Xudoning nuri bilan bu zindonni ko'rmadilaring debdi. Mana o gaplar nihoyatda bu endi shariatga hech sig'maydi bu gap endi. Mana endi uchinchi mana o'tiribman, nima demoqchi bo'lsa, nima qilsan qil deb tezroq debdi. O'limga buyurdi. O'limga buyurdi. Oborimlar buni dorg'osinglar, o'tiringlar. Toshbo'ron qilinglar. Hamma olimlar yig'ilgan, qozi kelgan shayga hukm chiqarish uchun. Qozi toshbo'ron qiluvchi odamni, qozini o'zi bitta toshni olib otmaguncha odamlar otmaydi undan. O'sha fatvosi o'sha. Zinokor odamlarni toshbo'ron qilganini, nimasini men o'sha domlamiz qozi edilar. Men mushohada qilgan edim. Qozi avval bitta kichkina tosh bilan urib beradi. Ana endi boshqalarnikin toshlar bilan uradi, lekin o'lguncha uraveradi. Endi mana shuni toshbo'ron qilish uchun qozi kelib bitta toshni otibdi. Otgandan keyin she'rga shu majlisga shularni yig'iniga Shibli alayhi rahma yana bitta avliyoulloh ham hozir bo'lib qoldi sheyga. U ham valiyulloh edi. Bu Mansurning nima ekanligini u biladi endi. U afsus nadomat qildi. Mansurning qulog'iga aytibdi. Xudoning sirrini har kim oshkora qilsa mana shunday jazolanadi. Nima uchun oshkora qilding sen? debdi. Endi mana bu jazoni tortibsan. Mayli debdi. Xudoning yo'lida, Xudoning buyrug'i bilan o'sha buyurgan toshbo'ron qilinglar deb o'zi buyurganda debdi. Men mayli debdi, tortaveraman buni debdi. Shetda hamma toshbo'ron qildim. Bu Shiblini majbur qilishibdiki, sen ham tosh urasan bunga. Sen ham tosh otirsan debdi. Bu hayron bo'lib, shariat hukmi keyin bitta naqdday toshni olibdi. Bunday qilibdi, bunday tegib, men erga tekkan ekan, voy deb mana she'rni ushlabdi. Mansur. Aytibdi, shuncha odamlar yo'q, katta toshlar bilan uryapti, voylamaysan, meni naqdday toshimga nimaga voylaysan? Sen meni tanib turib uryapsan, boshqalar tanimay uryapti. Boshqalar johil bilmaydi. Sen meni bilasan, uryapsan sen. Seniki menga juda o'tib ketdi. Mana shunday qilib Mansurni xo'p avval toshbo'ron qilishdi, undan chiqqan qon deydi, Xudoning qudrati bilan yerga tushgan qonlar anal haq deb yozilib qolaverdi hammasi. Hammasi ham shu anal haq yozilib qolgan. Buni o'zi vujudi butun Xudoga panohilloh martabasiga yetgan ekan. Vujudi shunday Xudoning nuriga to'lib qolgan ekan bu. Xudoning shunday oshig'i ekan bu. Mana shu bilan Mansurni mana shunday qilishdi. Endi bu o'zi avliyoulloh edi. Endi buni Shayx Junayd alayhi rahmadan so'ralgan ekan. Nimaga Mansur shunday bo'ldi? Mansur u Xudoni daryoyi ishqiga g'ota urgan, uni zarpi ko'tarolmadi o'shani. Oshkora qilardi bildaniga. O'sha gap bizda ham bor-u, lekin biz mahkam ushlagan uni. Hech kimga uni tashqariga oshkora qilmaymiz biz. Biz zarfimizni mahkam ushlagan. U toshib chiqqani qo'ymaymiz uni. Uni zarfi torliq qildi-da, ana shu toshib chiqib ketgan bu yo'qqa. Degan ekan. Mana shunday Parvardigorning shunday bir nimalari o'tgan. Gap she'rdaki mana buni jinniligi boshqacha jinnilik bu. Bu kamolot, bu yetgan jinnilik bu. Bildingizmi? Buni siz bilan meni